Men yoshligimdan faxrlanaman. Albatta. Voy bizni cho'miltirishadi, tarashadi. Yangi poy chachovlar bilan artishib, va bandilarni taqib qo'lda ko'tarib yurishadi. Ko'z oldiga keltiring, siz zotdan eshakni cho'miltirib, bandini qo'yganini ko'rganman. Askiya o'zbek xalqining qadimiy va noyob madaniy durdonalaridan biri bo'lib, boshqa xalqlarda uchramaydi. Xususan, Farg'ona vodiysi, ayniqsa Marg'ilon shahri qadimdan o'zini askiya bayroqlari bilan tillarga tushgan. Kulgu darg'alari ham aynan shu vodiyda yetishib chiqqan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu so'z ustalarini Gul Rayhon, Jambul Sumbul so'zlari bilan boshlanuvchi askiya kishilarni doimo kulguga chorlaydi. Istolmani tagidagi o'tlarga mol tegmaydi. Tegmaydi. Zato istoldan tagiga baylab qo'yadi. Tarixdan ma'lumki, askiya san'ati Farg'ona vodiysidan, Marg'ilon Qo'qondan tug'ilib vujudga kelgan. Shuning uchun tezobligi, lutfligi bilan Farg'onani askiyasi boshqa viloyatlardan ajrab turadi. Buni misol qilib aytish uchun bizi askiyamiz ilgarigi davrlarda mehmonxonalarda odamlarning laqamidan kulishib askiya vujudga kelgan. Shuning uchun Andijonda ham bor, mana bugun ko'rdik, Sirdaryodan kelishdi, Namangandan kelishdi, xursand bo'ldik. Lekin baribir men o'ylaymanki, askiyani bazasi, ombori Farg'ona vodiysi. Marg'ilonda ham o'ziga yarasha maktabi bor, Qo'qonda ham o'ziga yarasha maktabi bor. Marg'ilonda ham ustozlar o'tgan, Qo'qonda ham askiyani ustozlari o'tgan. Hammalaring uylanishdi. Qissa vermesler. Voy, 4 tomonning qizi hozir. Yo'q, 4 tomonda hech kim yo'q. Voy, menga qarangiz, men o'zim senga nechta qiz tavsiya qildim. Rahmat, kerakmasan tavsiya qilgan qizlar. Hamma nimaga? Hammasi o'zingdan qolgan qizlarga tavsiya qilasan. Mamlakatimiz viloyatlarining shahar va tumanlarida yosh askiyachilar va iqtidorli qiziqchilarni kashf etish maqsadida 2 yildan beri o'tkazib kelinayotgan askiyachi va qiziqchilarni an'anaviy respublika ko'rik-tanlovi bu yil Marg'ilon shahridagi Ma'murjon Zoq nomidagi istirohat bog'ida bo'lib o'tdi. Men bir narsani mamnuniyat bilan aytmoqchimanki, ko'rik-tanlov har gal o'tkazilganda bu takomillashib boryapti. Repertuarlar boyib boryapti. Bizni qiziqchilarimiz, askiyachilarimiz yengil-yelpillikdan, bashkanalikdan qochayotganligi mana shu ko'rik-tanlovda yaqqol sezilyapti-da. Bu esa bizning kulgi san'atimiz yana ham qadr topayotganligini bildiradi. Ko'rik-tanlov hakamlar tomonidan 12 ta viloyat hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan so'z ustalari o'rtasida qur'a tashlash yo'li bilan boshlandi. Hozir men o'g'limga 70 ga kirganda cho'lgan bir o'g'il ko'ribdi desam, nima deyapsiz, dada? 70 ga kirganda o'g'il kimdan qanaqa? Sahnada Otajon Popov obrazini qoyilmaqom qilib kulgi shinamandilarga tabassum ulashayotgan mana bu yosh havaskorlar Xorazm viloyatidan tashrif buyurishgan. Ular o'z chiqishlari orqali askiya, miniatyura teatri, parodiyalarni yig'ilganlarga namoyish etibgina qolmay, sahna va so'z madaniyatiga ham alohida ahamiyat berdilar. Unda men ham sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatding? Men ham shu o'zbekimni piyolasiga o'xshatdim. O'zbekimni piyola so'zam nima qilarding? Choynak bo'lib og'zingizga quyardim. Endi Xudoyima besab shu Marg'ilonda bizlarni quchoq ochib kutib oldilar. To'g'ri aytasiz. Bir ajoyib dam oldim. Endi biz Marg'ilonni shu respublikaning hamma joyidan beda qiziqchilar bor ekan. Shunga men o'ylandim, bularni guldirib bo'laman ekan. Yo'q, yaxshi kutib oldilar. Odamlarni guldirish bu ansat ish emas, to'g'ri. Bu qarradan mayniqsa. Shuning nima deyman? Hammaga omad tilayman. Yurtimiz tinch farog'at olsun, suvimiz mo'l olsun, dehqonchiliklarimiz barakat olsun. Bu qarradamni tilagi shu. Shuningdek, boshqa viloyatlardan tashrif buyurgan qiziqchi va askiyachilar ham o'zlarining ichak-yuzli hangomalari va o'xshatmalarini o'z viloyatlariga xos va mos ravishda yig'ilganlarga taqdim etib, guldiroz olqishlarga sazovor bo'ldilar. Unachun ko'zini suzmasa, buqa jibini uzmaydi degan. Mana shu maqolni hozirgi bolalar o'zgartirib oldi. Unachun gudoq tashlamasa, buqa qaytib chiqmaydi. Xoh u qo'shiqchi bo'lsin, xoh ijodkor, xoh qiziqchi bo'lsin, o'zining yo'li qachon paydo bo'ladi? Qachonki o'zining narsasi paydo bo'lganda, o'zligi paydo bo'lganda, o'zining yo'li paydo bo'ladi. Shuning uchun men mana shu yosh qiziqchilarga to'xtamay ijod qilishni qilgan bo'lardim. Qolaversa adabiyotlarni ko'proq o'qishni taklif qilgan bo'lardim. Qolaversa
tinmay izlanishni taklif qilgan bo'lar edim. Askiya kechasi marg'ilonliklar uchun chinakam kulgu bayrami bo'ldi. G'oliblar ham aniqlandi. Unga ko'ra askiyachilik yo'nalishida Andijonlik qiziqchilar guruhi, miniatyura teatr yo'nalishida Farg'ona shahrining qo'shnilar guruhi, qiziqchilik yo'nalishida esa Xorazm viloyatining Otajon Popov hamda Navoiylik Shuhrat Saidovlarga birinchi o'rin nasib etdi. Mana shu nominatsiyani aytayotganlarida, baho qo'yayotganlarida hech biz otimiz chiqmaydi, hech kimimiz otimizni aytmaydi. Shunaqa hayajonli daqiqalar bo'lyaptiki, tani badanimiz zumushga kelib ketyapti. Qachon biz aytishadi, juda hayajonlandik. Tash birinchi o'rin olgan odamni eng oxirida aytishar ekan, shu oxirida birinchi o'rin g'olibi qiziqchilik yo'nalishi bo'yicha Xorazm viloyati deganda benihoyat ko'zlarimdan quvonch yoshi to'kilib ketdi. Hozir ham zo'rg'a turibman, bo'g'zimga keldi. To'g'risi ham boshqa gapirolmayman, uzr kechirasizlar. Tanlov g'oliblari ta'sischilarning diplom, faxriy yorliqlari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Shuningdek, ular respublika miqyosida o'tkaziladigan tadbirlarda ham xalqaro xalq ijodiyot festivallarida qatnashish uchun yo'llanmani qo'lga kiritdilar.